Dasturimiz davom etadi. Ilm-ma'rifat dargohi hisoblanmish Abdulla Qodiriy nomidagi kutubxonada bayram tadbiri tashkil etildi. Bundan ko'zlangan maqsad bayram shukuhi ostida xalqimiz va yoshlarimizni kitobxonlikka jalb etishdan iborat. Tadbirda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi. Ilm, ma'rifat va ziyo taratuvchi Abdulla Qodiriy nomidagi kutubxonada jamiyatimiz insonlari va yoshlarni kitobxonlikka jalb etish maqsadida bayram tadbiri tashkil etildi. Bayramga turli tumanlarning ko'rgazmalari, xalqona chiqishlari, kitobxonlikka targ'ibotlari o'zgacha ko'rk baxsh etdi. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Tafakkur va ruhiyat manbai hisoblangan bu maskanda so'z san'atiga mehr qo'ygan yuraklar jam bo'ladi. Nurga to'lgan qalblar esa ezgulik tomon intiladi. Tadbirga milliylik va xalqona ruhni targ'ib etuvchi ko'rgazmalar, milliy o'yinlar, folklor ansambllari tomonidan ijro etilgan namoyishlar, kuy-qo'shiqlar o'zgacha ko'tarinki ruh baxsh etdi. Tumanlardan kelgan mehmon va mutasaddi xodimlar so'zga chiqib, kitobxonlikning afzalliklari va har jabhada muhim omil bo'lib xizmat qilishi haqida aytib o'tishdi. Kitob bizni ezgulikka chorlovchi. Albatta har bir hayot yo'limizni biz kitob bilan boshlaymiz. O'sha uchun kutubxonamizda bugun katta tadbir tashkil etilgan. Albatta bu tadbirlar miqyosida sport o'yinlari, zakot intellektual o'yinlar, kitobxonlik tadbirlari juda ham jadal ravishda olib borilmoqda. Butun Navoiy viloyatimizning tashkilotlari bugungi tadbirimizga jalb etilgan. Bundan biz juda ham mamnunmiz, kitobxonlarimiz mamnun. Albatta bunaqangi bayramlarimiz juda ko'p bo'lishini xohlaymiz. Bundan tashqari o'sha bolajonlarimizni ham mana shu kutubxonaga ilk qadam qo'yishi, ularni shu kutubxona bilan tanishtirish maqsadida ham bular tadbirlar tayyorlab kelganlar. Biz buni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Tadbir juda ham ajoyib o'tmoqda. Albatta bu hurmatli prezidentimizni kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha olib borayotgan sa'y harakatlarining ijrosini bir namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirning yana bir e'tiborli jihati shu bo'ldiki, kelgan mehmonlar va kitobsevar xalqimiz ushbu kun munosabati bilan bepul obuna bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Shu bilan birga millat yuragining ovozi hisoblanmish kitoblarning nechog'lik bebaho boylik ekanligi ko'p bora ta'kidlanib, kitobxonlik targ'ibotlariga katta urg'u qaratildi. Men o'zim bir kitobxon sifatida kitob o'qimasam o'zimni bir gunohkordek his qilib beraman. Va uni mavzusi bo'lmaydi. Hayot hangomalari bilan bog'liq bo'lgan, kasb bilan bog'liq bo'lgan, tarix bilan bog'liq bo'lgan, madaniyat, san'at bilan bog'liq bo'lgan adabiyotlarda har qandayda inson uchun nimadir bor. Inson kitob o'qishdan to'xtamaslik kerak.